Betga 6 yashar o'g'lim, katta o'g'lim farzandimni tishlarida muammo bo'lgani uchun murojaat qildik. Kecha keldik konsultatsiyaga. Doktorimizga konsultatsiya qilib tishlarini ko'rib, rentgen qildilar. Aynan qaysi tishda muammo borligini bildilar. Shu bilan ertaga olib kelsangiz, ertaga shu yerda analiz topshirib, sedatsiya orqali tishlarini davolab olamiz dedilar. Chunki bolalarga baqirtirib, yig'latib, qayta-qayta tishini davolash ham bolalarga ham nevroz hisoblanadi. Hozirgi paytda shuning uchun sedatsiyadan foydalanib, tishlarini davolatamiz. Bu yerga birinchi marta olib kelayotganim yo'q. Katta o'g'limni ikkinchi marta olib kelganman. Kichkina o'g'lim 5 yasharlik kichkina o'g'lim 3 marta qildirdim shu yerda. Kecha 2 hafta burun kichkina o'g'limni tishlarini davolattirdim. U ham hammasini yaxshi o'tkazdi. Ayniqsa sedatsiya ozgina bo'lsa, zadержкасы muammo bo'ladigan bolalar uchun juda qulay, chunki ularning tishini o'zini o'tkazib davolab bo'lmaydi. O'zimni ikkinchi farzandim zadержка bo'lgani uchun aynan sedatsiya yo'lini tanlaymiz. Og'riqsiz, hech qanaqa asabbuzarliksiz, nevrozsiz o'tkazamiz. Klinikaga kirishda ro'yxatxonadagi qizlar hammaliga yaxshi muomala qilishadi, yaxshi munosabatda bo'lishadi. Hamma bemordan tashqari hamma sharoitlar yaratilgan, bemorlarni kutib o'tirish joylari bor, suv desak suvdan hamma sharoitlari bor. Sterilnligi bo'lsa, ko'zimizdan oldida hamma narsani yengil ochishadi. Hattoki sedatsiyada ham bolani uxlatishdan oldin hamma narsani ko'rsatishadi onasiga yoki otasiga. Hamma narsani ko'zimizda oldimizda stilet bormi, hamma dorilarni ko'zimiz oldida ochib, gazlarni, sedatsiya gazini ham ko'zimiz oldida ochib, ko'zimiz oldida hamma narsani qo'yishadi. Boshda kelganda qo'rquv bo'lgan, nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi, bolam qanaqa uyg'onadi, bolada qanaqadir o'zgarish bo'ladimi, yo'qmi deb o'ylaganman. Chunki birinchi marta zadержкасы bor bo'lgan bolamni olib kelganman. Lekin operatsiyadan sedatsiyadan chiqqandan keyin 15 minutda o'ziga kelgan, ozgina injiqliklar qilgan, lekin shundan keyin hech qanaqa bir muammo bo'lmagan.